Tak, Cherry 8 Pro Max mashinamizda. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa mana motor yog'larini 61 ming yurgan ekan bu mashina. Men 51 ming deb o'ylabman. Bizda birinchi marta alishchi mana bu filtr, mana bu dublikat bu. Ko'plar buni original deb oladi, mana stolaga taalluqli bu. Iloji boricha mana shu filtrdan qo'ymanglar. Bu Cherry logotipi turibdi, lekin bu dublikat bu. Hozir sizlarga buni dokazat qilib ko'rsataman farqini. Tak, Moto 8100 brendidan Premium Plus yog'imizdan qo'yamiz. Воздушный salonni filtr. Mana masli filtr, mana original mana bu. Mana bu dublikat mana bu. Buni og'irligidan ham farq qiladi bu bilan. Mana yozuvlardan ko'ryapsizlarmi? Bu baland bundan ko'ra. Shunga olganda filtrda adashmaydi, xatolik bo'lmasin.